chunki Mittivayn komandasi umuman olganda hech qachon oddiy narsa qilishmagan. Shuni hisobiga biz ulardan har doimgidan ham ko'proq narsa kutamiz. Ular ko'prog'idan ham ortig'ini berishadi menimcha bugun. Hamma o'zini ishini qilsin deyshadi blogerlarga. Yo'q, blogerlar agar ularga imkoniyat berilsa, nima qo'lidan kelishini mana bugun ko'rsatib berishadi premyerada. Albatta zo'r chiqadi degan umiddamiz. Chunki juda ham katta tayyorgarlik ko'rildi. Ishonchimiz komil, hamma xalq, hamma yaxshi kutib oladi. Film menimcha bombitskiy chiqadi, komediya. Haqiqatan ham biz chunki oldindan bilamiz nima bo'lishini, chunki biz protsessda ham qatnashganmiz. Tak что katta ekranda ko'proq emotsiya kutamiz bu narsada. Biz odamlar reaksiyasi bilan birgalikda mazza qilib oxirini ko'rmay turdik. Чтобы hamma bilan birgalikda reaksiya berish uchun. Endi bugun xudo xolasa o'sha kun keldi. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Uzoq yaqindan kelgan bizning qadrdonlarimizni umuman olganda Mittivayn jamoasining asosiy muxlislari shuntamizlar. Agar peshonamda bo'lsa, arava ham tortib farqi yo'q. Lekin oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz ko'p. Niyatimiz umuman yo'q. Lekin do'stimiz shu ishlar sababchisi hech kim ishonmaganda ham to'xtab qolmagan va shu jamoani yig'ilib qolishiga sababchi bo'lgan Farhodni bir oyoqlab ketdik. Buning uchun hammaga to'g'ri chiqadi degan umiddamiz. Men komandamning bolalarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Har bittasining o'rni alohida. Bu yerda hech kim buning uchun harakat qilgani yo'q. Kech payt uxlamasdan, uyga kechroq borib bo'lsa ham, ovqat yemasa ham, umuman aytganda shu kinoni sho'rtgacha yetib kelishiga shu va kino ishtirokchilarini men hozir sahnaga chaqirmoqchiman ijozatlar bilan. Kinoda kim ishtirok etgan bo'lsa, har bitta inson bu yerda mehnati juda ham katta. Biz 18 kun davomida, ya'ni 18 ta smen ishladik. Mana shu insonlar Lamo Mali filmimizni suratga tushirishda har bittasining o'rni juda ham katta. Mana shu insonlarga ham bitta qarsak bo'lsin. Har bittaga katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Mana shuncha inson mehnat qildi, ter to'kdi. Agar hamma rozi bo'lsa, kinoni ko'ramizmi? Shu uy yoqish shartmikan? Ne o'chirdi? Bolam to'xta. Noto'g'ri ish qo'yamiz. Duoni kattaxonaga qilarlarmi? Kinodagi taassurotlarimni aytadigan bo'lsam, kinoni o'zi yaqinda boshlashda okamgilar ijodiga omad tilaymiz. Biz ham mehmonga chaqirildik, mehmonga keldik. Kino to'g'risida ma'lumotli zo'r, chutki. Har qatda hozirgi hayotda o'zi ko'pchilik mana shunaqa mashinnik bo'lib, aldab o'zi birovni kartasiga birov pul tushirtirib, bunga tushirtirgan pullarni birovlar yechyapti. O'shalarga insof so'raymiz hammasiga. Kino ijodkorligi shu tilagimiz, yana o'zi ustunligisiz ishlashsa, bundan ham zo'r kinolar chiqarishadi. Bu birinchisi bundan ham zo'r bo'lgan bo'lsa, yana davom ettirishsa, undan ham zo'r kinolar chiqadi. Xudo xolisa mana shunaqa qiziq videolarni, kinolarni olaversin. Har doim so'rab qolamiz, ijodligisiga omad olsin. Bizga aytmading, yordam berardik-ku. 10 ballik mezonda 25 ball bera olaman. Juda ham kulgili va pishib. Kutganimdan ham kulgiliroq chiqdi. Mazza qilib kuldik. Hammaga tavsiya qilaman, ko'ringlar, Lag'mon filmi, ITVda tomosha qilinglar. To'xta, bolam, pulni olib qo'yibsan, ko'r. Film menga juda ham yoqdi. Nimasi bilan? Chunki hozirgi kundagi dolzarb mavzu ko'tarilgan. Kulgu ostidagi ochiq haqiqatlar bor. Lekin kimga ishonish va ishonish kerak emasligini bilmoqchi bo'lsanglar, Lamon filmini ko'ringlar, tavsiya beraman. Bunaqa jamoa O'zbekistonda bir dona va ularning orqasidan ketayotgan jamoalar ko'p. Havas qilaman va havasda ijod qilishda davom etamiz. Bolam. Ehsonni ketib tinmayapti. Biza uddaladik!